Tay 130 ming so'm kemi var deydi. Taylar var ekan. Tay 1,5 yaşda ekan, 90 ming so'm kemi var deydi. Bishkekdan kelgan paroda ekan. 1,5 yaşda 150 ming so'm deydi. Har doim at boqqan odamlar ekan. At suyuvchilari qiziqsangizlar, chalingizlar 0777 74 86 31 74 86 31 ekan nomeri. Bishkekdan keltirilgan qo'nan ekan. Jazga 3 yashar bo'lsa, bushti bo'ladi ekan jazda. 150 ming so'm kemi var deydi. Bishkekdan keltirilgan paroda ekan, 2 yaşda. Bosi 150 ming so'm. Bishkek parodasındagi tay. Bishkekdan keltirilgan to'yist 120 ming so'm kemi var. Tuyoqlari Tay Rossiyadan kelgan ekan. 150 ming so'm kemi var deydi. Tay 235 ming so'mdan sotilyotadi ekan, 70 mingga. Urg'ochi taylar. La hurmatli жылқы suyuvchilari, boqam deganlar uchun taylar, baytallar uyuri bilan kelibdir. 35 ming so'mdan jo'g'ir ekan. Tandoğingizga jarasha. Ayag'ay ko'p. 35 ming so'mdan jo'g'ir. Tandoğingizga jarasha. Baytalı, erkek taylar bari bar ekan.